Sizlar asli kimsizlar? Lekin ko'zimga juda tanish ko'ryapsizlar. Iye, Bozorboy tog'a. Bizda legenda bir afsonaviy qadimgi ustalardan biza. Yo'q-e? Abdullajon, shakarsan shakar degan o'yingizda panjakashini, paxsasini o'zimiz qurgan. Azamat bilan, Azamat Loyinov bergan mana shunday qilib. Ha. Mana bu tomonga biz ishlayapmiz. Pastda. Ha. Rasm olgan ekanda kimdir? Ozgina yerim bor meni. Aha. Shu yerni nima qilsam? Unumli qilib bir narsa eksammi, bir narsa yoki bo'lmasa dov-daraxt eksammi? Shuni maslahatini qilib beringlar. Ha, mana shu sizni yeringiz, ha? Ha. Ha, bu yerga agat olamiz-ku. Ha. Makaron ekamiz. Makaron. Ha. Ha? Bu makaron ko'karib chiqsa agar spagetti bo'ladimi yoki bo'lmasa lapsha bo'ladimi? Makaronni ekkandan keyin erta bahordan mantu bilan barak pishib chiqadi. Astag'firullah, astag'firullah. Bir tosh bilan uradigan vaqtmi deymanda hozirda. Ha? Makaronni pachag'ini chiqaraymi? Ey, yana nima keladi qo'llaringdan? Yana bitta zo'r evrika bor. Mana bu tangachalarni yerga ko'mib ekamiz. Erta bahordan hosili pul bo'lib chiqadi. Sanaqa ustalardan o'rgildim. Shu zakasni ham ololmadik-da. Usta bu, shu Bozorboy tog'ani uchotgan ketmonlarini olmadik-da, o'zi ishlaydi, mazza qilaydi. Bo'lmaydi-da, Azamat.